Farzandingizda bosh shakli biroz pachoq yoki bir taraflama qiyshiq bo'lib qolgan bo'lsa, bu shunchaki o'zi o'tib ketadigan narsa emas. Ko'p ota-onalar bosh shaklidagi o'zgarishlarni oddiy holat deb o'ylashadi. Lekin bola tug'ilganidan boshlab 12 oyligigacha bo'lgan davrda bosh suyaklari juda yumshoq bo'ladi. Agar bola doim bir tomonga yotsa yoki tug'ruqdan keyin bosim bo'lgan bo'lsa, deformatsiya kuchayishi mumkin. Muhimi, bu muammoni erta aniqlasa, buni operatsiyasiz tuzatish mumkin. Maxsus ortopedik shlem bosh suyagini o'sish yo'nalishini to'g'ri boshqaradi. Bu jarayon xavfsiz va nazorat ostida olib boriladi. Agar farzandingizda bosh deformatsiyalarining belgilari bo'lsa, har xil osteopat yoki massajlarga borib, vaqt yo'qotib qo'ymang. Bu muammoni ilmiy va isbotlangan yo'l bilan davolash muhim. Agar sizga shlem terapiya narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus qoldiring va biz sizga to'liq ma'lumot yuboramiz.